Assalomu alaykum motoblok ishqibozlari. O'tgan safar dori sechadigan apparatlarimizni motoblokka moslangan holatini reklama qilganimizda ishlash jarayonlarini ham bir ko'rsatib o'tdik deganlar uchun 17 ot kuchli motoblogimizga orqasiga 500 litrli bochka qo'yib, dori sechadiganlarni ustanovka qilib moslangan. Bularning davleniyalarini, bir sechishlarini ko'radiganlar uchun mana ko'rib turibsizlar, alohida o'ta yaxshi parlatib, bundan balandroqqa o'zini nasatkasi orqali ligirovka qilib balandlarga ham setsalaring bo'ladi. Mana bog'ning ichidan to'liq obzorda qilib o'tyapmiz. 50 metrli shlangi bo'ladi. 50 metrdan xolasalaring ikkita qo'yib olsalaring, 2 kishi bemalol bog'larga dori sechib apparatdan foydalanishi mumkin, chunki dori sechadiganda chiqish vaqtlari ikkita qo'yilgan bo'ladi. Bu tomonda bitta, bu tomonda bitta. Hozir 4 davleniyada sechib beryapti. Buni yana ham ko'tarib 6-8 holatiga ko'tarsalaring, yana ham balandroq, yana ham naporli holatda sechishi mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, motoblok, arra va temir balon yoki shunga o'xshagan dori sechadiganlarni ustanovka qilib, tayyor holatda qilib beramiz.